Ushbu usulsiz siz readingiz hech qachon 75 ga yetib bormaydi. Siz biror marta reading qilib turganingizda vaqtni his qilishga harakat qilib ko'rganmisiz? Answer sheetni o'ziga 15 daqiqa atrofida vaqt ketdi. Assalomu alaykum. Men Abdulloh Rustamov, Safar imtihonidan 3 karra C1 sohibiman. Agarda ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizda ham Safar reading bo'yicha aniq bir muammolar bor. Bular readingda vaqt yetmasligi, javoblarni to'g'ri joydan topa olmaslik yoki answer sheet bilan ishlashdagi muammolar bo'lishi mumkin. Xavotir olmang, ushbu videodan so'ng bu muammolarning barchasidan qutulasiz. Demak, men videoni asosiy qismini boshladim. Sizdan talab qiladigan narsam daftar va ruchka olib olishingiz. Sababi bu video siz har doim ko'radigan kontentlardan juda ham boshqacha bo'ladi va informatsiyaga boy bo'ladi. Bu informatsiyalarni yozib olmasangiz, esingizdan chiqib qolishi mumkin. Demak, boshladik. Deyarli hamma bilsa kerak, multi-level reading 5 ta partdan iborat va har bir part borgan sari bir-biridan qiyinlashib boraveradi. Umumiy hisobda sizga 35 ta savol va ushbu savollarga javob berish uchun 60 daqiqa, ya'ni 1 soat vaqt beriladi. Bu degani sizda taxminan har bir savol uchun 1,5 daqiqadan bir oz ko'proq vaqt bo'ladi. Agarda ushbu vaqtdan oqilona foydalanmasangiz, readingda oxiriga yetib borgan paytingizda, ya'ni 4-5 partlar nazarda tutyapman, hech qaysi savolga to'g'ri javob topishga vaqtingiz qolmaydi. Va o'z-o'zidan tabiiyki, siz taxminlar orqali readingda 75 dan 75, ya'ni eng maksimal bahoni ola olmasligingiz mumkin. Xo'sh, unda nima qilish kerak degan savolingiz bo'lsa, videoga like va obuna tugmasini bossangiz, men javob berib o'taman. Men sizga o'zim tuzib chiqqan Smart 20 strategiyasini o'rgataman. Bu strategiya orqali siz 4-5, ya'ni eng qiyin partlarga vaqt yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Misol uchun aytib o'tdik, har bir savolga javob bergani bizda 1,5 daqiqa oshiqroq vaqt bor ekan. Va bunga parallel ravishda bir-biridan qiyinlashib ketuvchi reading partlari bor. Masalan, reading part 1 ni olamiz. Reading part 1 mana shu reading umumiy qismidagi eng oson savol turidan bittasi hisoblanadi. Va ushbu partda 6 ta savol bo'ladi, doimiy 6 ta savol qatnashadi. Endi oddiy matematikani qo'llaymiz. 1,5 daqiqani biz 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, o'z-o'zidan bizda 9 daqiqa vaqt kelib chiqadi. Siz shunchaki bu eng oson savol turiga 9 daqiqa vaqt sarflashingiz, uni havoga sarflashingizdek gap. Smart 20 strategiyasi sizga har bir partda har bir savoliga 20 sekunddan javob berish degani. Misol uchun aytib o'tdik, part 1 da 6 ta savol bo'ladi. Har biriga 20 sekunddan javob berib chiqadigan bo'lsangiz, umumiy hisobda siz part 1 ni 2 daqiqada bajarib bo'lasiz va o'z-o'zidan qolgan vaqtni eng qiyin, ya'ni 4-5 partlarga olib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va part 2 ga o'tgan paytingizda endi har bir savolga 20 sekunddan emas, 20 ga 20 ni qo'shamiz, 40 sekunddan javob berishingiz mumkin. Xohlasangiz 30 sekund, xohlasangiz 40 sekund vaqt qo'yib olishingiz mumkin. Ya'ni bu degani, agarda part 2 da 8 ta savol bo'ladi odatda, 40 sekundni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, taxminan 5,5 daqiqa atrofida vaqt kelib chiqadi. Va siz part 2 ga 5,5 daqiqada ishlaysiz. Part 3 ga o'tgan paytingizda endi 40 sekundga 20 sekund qo'shasiz va o'z-o'zidan sizda 1 daqiqa vaqt bo'ladi. Part 3 ni har bir savoliga 1 daqiqada javob berib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta savolga 1 daqiqa va o'z-o'zidan nechta savol bo'ladigan bo'lsa, part 3 da o'shancha daqiqa vaqt ketadi. Part 4 ga o'tgan paytimizda endi 60 sekundga, ya'ni 20 sekund qo'shamiz. Bu degani bizda taxminan 1,5 daqiqaga yaqinroq, ya'ni 1 minut 20 sekund vaqtimiz bo'ladi bitta savolga javob bergani. Va part 5 ga, eng oxirgi qiyin partga o'tgan paytimizda har bir savolga 80 ga 20 ni qo'shamiz va o'z-o'zidan bizda har bir savolga javob berish uchun 100 sekund, ya'ni 1,5 daqiqadan bir oz ko'proq vaqt bo'ladi. Va o'z-o'zidan ushbu usul orqali siz readingni rosa vaqtida
yo bo'lmasam vaqtidan oldin ham bemalol hamma savollarni o'qib, readingda hamma javoblarini topib bajarishingiz mumkin bo'ladi. Va bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bu narsada, ya'ni siz aytib o'tgan strategiyamga juda ham sekinlik bilan chiqasiz. Ya'ni hozirgi tayyorlanib turgan jarayoningizda, safariga tayyorlanib turgan jarayoningizda mana shu vaqtni his qilish va vaqtni qo'yib ishlashingiz kerak bo'ladi va o'z-o'zidan bemalol uddalasiz bo'ladi vaqt o'tgan sari. Hozir vaqt qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun 2 daqiqa vaqt qo'ydingiz, part 1 ni bajaryapsiz, 6 ta savolga javob beryapsiz. Ya'ni practice jarayonida. To'g'ri, siz 2 daqiqada hozir 6 ta savolga javob bera olmassiz. Balki 3 ta, balki 4 taga javob berarsiz. Va bu narsa borgan sari sizda tajriba yig'ilishi orqali albatta 2 daqiqaga tushadi. Sababi men o'zim readinglarda xuddi mana shu strategiya bo'yicha ishlayman va hech qachon umuman bu strategiya menga pand bermagan. Demak, siz ham mana shu strategiyani readingingizda qo'llaydigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan readingingiz 75 ga chiqish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Sababi vaqtga ulgurasiz, birorta javobingiz taxminiy bo'lmaydi. Endi part 4 bilan part 5 ga keladigan bo'lsak, bu partlarga zo'r texnika bor. Buni o'rgatgan bo'lardimi? Bu videomiz time management uchun, asosan time management uchun chiqaryapmiz. Agarda kimdir muammolari mana shu part 4, part 5 bo'yicha bo'ladigan bo'lsa yoki qaysidir reading the part yoki listening, speaking, writing umuman farqi yo'q. Safar bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiradigan bo'lsalaring, barchalarida o'zimning texnikalarimni o'rgatib, video qilib sizlarga chiroyli ma'lumotlar yetkazishda harakatini qilaman. Demak, time managementga qaytdik. Vaqtni his qilish nima degani? Vaqtni his qilish mumkinmi o'zi? Va bizga nima uchun kerak bu narsa? Vaqtni his qilish sizga uni tejashga yordam beradi. Ya'ni to'g'ri, reading bajarib turgan paytingizda imtihonga kirdingiz, ro'paringizda juda ham katta monitorda vaqt ko'rib turishingiz mumkin. Har minutda unga qarashingiz sizni vaqtingizni o'g'irlab qo'yadi. Va shuning uchun har bir partga ketadigan vaqtni his qilishni o'rganishingiz sizga juda ham katta ustunlikni beradi vaqt bo'yicha. Misol uchun aytib o'tdik, part 1 ga 2 daqiqa vaqt ketadi. 2 daqiqani siz his qiladigan bo'lsangiz va o'z-o'zidan 2 daqiqada part 1 ni bajarib bo'lib, hamma 6 ta savolga javob berib bo'lganingizdan keyin timerga qarashingiz mumkin. Xo'sh, vaqtni qanaqa his qilish mumkin o'zi? Qanaqa o'rganishingiz mumkin? Bunga hamma uyda bajarishi mumkin bu narsani. Bizga yordamga keladigan narsa bu o'zimizning qo'l telefonimiz. Ya'ni hozirda hammada telefonlar bor va uni sekundomeri bor. Sekundomerni ochasiz. Aytaylik, misol uchun siz 2 daqiqani his qilmoqchisiz. Sekundomerda shunchaki start tugmasini bosib, telefoningizni qo'yasiz. Va qachonki siz 2 daqiqa bo'ldi deb his qilgan paytingizda, bu balki 3 daqiqa bo'lar, 10 daqiqa bo'lar, balki 1 daqiqada 2 daqiqa bo'ldi deb his qilarsiz. Mana shu narsa juda ham noto'g'ri. Mana shuni to'g'rilab olish kerak, ya'ni o'rganish kerak. 2 daqiqa qanchada o'tadi? Telefonni qo'ydingiz, startni bosdingiz va o'z-o'zidan qachon 2 daqiqa bo'ldi deb o'ylagan paytingizda shunchaki telefonni olasiz. Qarasangiz, balki 2 daqiqa bo'lgandir, balki 3 daqiqa. O'z-o'zidan bu narsani 5, 6, 10 marta, necha marta takrorlaganingizda 2 daqiqaga yaqin qoladi vaqt belgilaydigan bo'lsangiz, o'shangacha bajarishingiz kerak bo'ladi. Va o'z-o'zidan qolgan partlarga ketadigan vaqtni ham, ya'ni 5, 6 daqiqa yoki 10 daqiqa qancha bo'ladi, 15 daqiqa qancha bo'ladi, barchasini his qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Telefonda o'zingiz uchun cheat qilmang, ya'ni telefonda shunchaki ekranini qarab, ko'zingizni ochib, qiyasi bilan qarab maqamanda, shunchaki telefonda teskari qilib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning miyangizga cheat qilish, ya'ni ko'rib olish vaqti qancha bo'ladi, nima bo'lyapti, shu narsalarni bilmaysiz. Bu narsalarni nimaga o'rgatyapman sizlarga? Reading qismida har bir IELTS yoki TOEFL bo'lsin, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, eng katta muammolardan bittasi vaqt yetmasligi. Va o'z-o'zidan bu oxirgi partlarda IELTSda passage sway'ni yo bo'lmasam TOEFLda 4-5 partlarni taxmin qilishga olib keladi va taxmin hech qachon deyarli to'g'ri bo'lmaydi. Agar siz taxminlar qiroli yoki qirolichasi bo'lmasangiz, odatda juda ham ko'p o'quvchilarda taxmin qilishsa ishlagandan ko'ra ko'proq chiqib qoladi. Bu narsa u savolda tushunmaganliklardan. Demak, vaqtni his qilishni tushungan bo'lsak, videomizni davom ettiramiz.
O'zim aytib o'tganimdek, seferda 3 karra C1 sohibiman. Agarda biror bir o'quvchi yoki biror bir sefer topshirayotgan inson answer sheet bilan to'g'ri ishlashni bilmasa, qanaqa oqibatlarga olib kelishini juda ham yaxshi bilaman. Odatda answer sheet bilan ishlashda ikki xil usul bor. Birinchisi, readingda har bir partini tugatgandan keyin javoblarni ko'chirib ketasiz. Ya'ni part 1 ni bajarib bo'ldingiz 2 daqiqada va o'z-o'zidan o'sha 6 ta savolni answer sheetga, 6 ta javobni answer sheetga ko'chirib qo'yishingiz kerak. Ya'ni 1 dan 6 gacha. Va ikkinchi partga o'tgan paytingizda ikkinchi partni ham bajarib bo'lib, darrov uni ham ko'chirib qo'yasiz. Shunaqa qilib partlarga bo'lib ko'chirish mumkin. Va ikkinchi usuli readingni barchasini, ya'ni 35 ta savolga javob topib bo'lganingizdan keyin answer sheetga ko'chirish. Xo'sh, siz mendan so'rasangiz, ustoz qaysi bir partni qilaylik? Ya'ni birinchi qism yaxshimi? Ya'ni birinchi usul yaxshimi answer sheetga ko'chirishdi yoki ikkinchi usul yaxshimi? Men sizga har doim birinchi usulni maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni har bir part tugagandan keyin javoblarni ko'chirib ketishingiz. Misol uchun part 1 ni 2 daqiqada bajarib bo'ldingiz va answer sheetga ko'chirishingiz uchun sizga taxminan 1 yoki 1,5 daqiqa vaqt ketadi. Xo'sh, nimaga birinchi usulni sizga maslahat beraman? Har bir savolga javob berib bo'lib, oxirida 35 ta javobni sheetga ko'chirishingizda sizda muammolar bo'lishi mumkin. Shoshilgan paytingizda javoblarni noto'g'ri ko'chirishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsalarni oldini olish maqsadida sizga maslahatim, javoblarni answer sheetga har bir partni tugatganingizdan so'ng ko'chirib keting. Va o'z-o'zidan bu ham sizga vaqtdan yutishga juda ham katta yordam beradi. Xullas, readingda mana shu 3 ta strategiyani qo'llasangiz, siz eng top, ya'ni 75 ballni qo'lga kiritishingiz mumkin. Buni birinchisi eslatib o'taman, Smart 20 strategiyasi. Eng muhim strategiyalardan bittasi. Ikkinchisi vaqtni his qilish va uchinchisi answer sheetda ko'chirishda, javoblarni ko'chirishda to'g'ri foydalanish. Hamma sefer topshirayotganlarga va ushbu imtihonga tayyorlanayotganlarga omad tilayman. Ya'ni mana shu imtihondan eng yuqori ballarni olib chiqishlarini tilab qolaman. Bugungi o'rgangan narsalarimizning eng muhimi, yana qaytarib o'taman, Smart 20 strategiyasi. Ushbu strategiyani qo'llaydigan bo'lsangiz, readingda albatta vaqtni yutib chiqasiz. To'g'ri, bu strategiyaga tushib olish juda ham qiyin bo'ladi, aytib o'tganimdek. Ya'ni 2 daqiqada siz part 1 ga hamma javob topa olmassiz yoki part 2 ga 5 daqiqada hamma savolga to'g'ri javobni topa olmassiz. Ammo harakat qilsangiz va o'z-o'zidan natija, ya'ni harakatingiz mevasi albatta bir kun readingdan eng yuqori natija bo'ladi. Demak, bugungi videomiz mana shunaqa qiziqarli ma'lumotlardan iborat edi. Kelasi top tier lessonlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing va video haqidagi fikringizni kommentlarda yozib qoldiring. Va bu narsa bizni kelasi videolarda chiqarishimizga turtki bo'ladi. Sababi o'z bilimimizni kimgadir yetkazganimiz, kimdir bu bilimlarimizdan foyda ko'rganini biladigan bo'lsak, bizga kuch va quvvat bo'ladi. Hammaga rahmat. Seferda eng yuqori ballarni olishlaringni tilab qolaman. Sizlar bilan Abdulloh Rustamov 3 karra C1 sohibi bo'ldi. Ciao.